Bugun oylik oldim-ku men. Adasi yaxshi bo'ldi, как раз kelgan hafta yurishim bor edi, o'shanga yeng ko'ylak olaman. Voy, sizga Abduqodir Husanov futbolkasini olib beraman. Yaxshiyam past kartamdagi pulni bilishmadi. Rahmat o'g'lim, rahmat. Nasib bo'lsa pensiyamgacha qaytaraman. Oyi, O'g'lim, etishing shart emas, ko'tarib bilaman. Sato, men bunasini hech kim bilmaydi. Oğlum. Pulum. Dilshoda! Ay, yig'ib bo'lgan pullarimni sen olgansan. Mamaga mashaq bo'lsa-ki. Men pulga 4 ta balo olishim kerak edi. Kal bo'lib ketding mamaganman. Iloyim etgansiz tavba qilib nima bo'ldi? Tishdimi nima baqirishaqir bolalar? O'g'lingiz tuhmat qildi. Nima mana shu pullarni nima olgan ekanman? O'g'lim, kelinimni yuzi tortsa ham o'g'riga, lekin xarakteri unaqa emas, bolajonim tuhmat qilma kelinga. Adab abramash pulni keliningiz olgan. Undan ko'ra bolam telefoningga Binamo platformasini skachat qilib olganda, trade qilib bemalol pul topsang bo'ladi. Bolam oylik kutib o'tirmasdan. Abramash keliningizdan ko'ryapman deb adaman bu pulni. Bo'ldi qil o'g'lim. Bir kun janjal bo'lgan uydan 40 kun baraka ketadi deyishgan. O'rgildim. Arzimagan 800 ming so'm pul uchun shuncha muammomi? Dapal bo'l, o'g'lim.